$109 ming dollarga Yakkasaroy yuragi Qushbegida joylashgan 3 xonali xonadonimiz tayyor bo'ldi. Vegas Tower жилой kompleksining 3-etajida joylashgan bu xonadonimiz 65 kvadrat. Bu xonadonni yashashga ham, investitsiyaga ham bemalol sotsangiz bo'ladi. Juda ham idealniy variant. Oylik arendaga topshirsangiz $1000 dan $1200 bemalol daromad ko'rasizlar. Agar kunlik ijara bilan ishlasangiz, oyiga $2000 gacha bemalol daromad ko'rasizlar. Xonadonimizni ko'rib turibsizlar, patologlari baland, polni cho'qli pol qilingan, hech nima sotib olish shart emas. Barcha mebel texnikalarining eng sifatlilari qo'yilgan. Remontlari yangi, hali hech kim yashamagan. Yakkasaroy juda ham idealniy lokatsiyasida joylashgan. Bu oshxonamizni ko'rib turibsizlar, juda ham prostorniy qilingan, barcha kerakli jihozlar bilan jihozlangan. Shunday oshxonadan chiqqanda biz ana shunaqa prostorniy balkon kutib oladi. Balkonni ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu ko'chani ko'rgan bo'lsanglar, bu Shotur Ustaveli Bratskiy bilan Perikoskasida joylashgan Vegas Tower. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, pastda qoldirilgan nomerlarga murojaat qilsanglar, men sizlarga to'liq informatsiya berib boraman.